Bugun bir o'zimga oro berib, Muhammad Yusuf ikkalamiz Solixa, ya'ni Aziza va Tohir degan blogerlarning qizi 2 yoshga to'ldi. Ular tug'ilgan kuniga bordik. O'zi aslida tug'ilgan kunida soat 5 ga aytgan, lekin men toki bolani tayyorlab, o'zim tayyorlanib, uning sumkasini tayyorlab yetib borgunimcha soat 6 bo'ldi. Dadamizga aytdim, taksi chaqirib borsam kech qolaman, bizni tashlab qo'ying, yo'ldan sovg'a ham olishim kerak, bola bilan qiynalaman desam, bo'pti, xo'p deb turib. To'g'ri bizda o'yinchoq magazinga olib bordi. U yoqdan Solixaga o'yinchoq oldik va to'g'ri biz aytilgan joyga tashlab qo'ydi. Dadamiz shoshilib turgan bo'lsa ham yo'q demasdan tashlab qo'ydi. Baraka topsin. Uje kelsak, syomkalar boshlangan. Aziza Solixa syomkaga tushayotgan ekan. Solixaga olgan kuklamni bersam, shunaqa xursand bo'ldi. Boshda so'rashmayotgan odam kuklamni olib kelib o'ptirib ham ketdi o'zi. Hamma kelgan odamda yo'q deganda bittadan bolasi bor. Shunaqa bolachalar shirin mazza qilib o'ynab, rasmlarga tushib, bir-birini o'ynatib yurishibdi. Orada Muhammad Yusuf kaka qilib qo'ydi. Uni tozaladim, keyin mazza qilib hammamiz ayollar davrasida gaplashib o'tirdik. Birga videolar oldik, kontentlar qildik, mazza qilib rasmlarga tushdik. Tug'ilgan kunda egasini qaranglar, mazza qilib kasha ichib o'tiribdi. Mana buni nechani qaranglar, o'zi kichkina bo'lib turib, yana kichkina chaqaloqni oldiga borib turib o'ynatyapti. Ana o'g'lim bo'lsa doimiydek uxlayapti. Bu yoqda bo'lsa sekingina romantika boshlandi. Romantikani tugatib, hamma uyiga tarqadi. Men bo'lsa ko'chaga chiqib taksi chaqirdim. Muhammad Yusufga qoyilga kelganimizdan keyin qornini to'qladim, kaka qildi, uxladi. Shu bilan ketayotganimizda uyg'ondi. Mazza qilib ayollar bilan gaplashib o'tirishga bemalol qo'y berdi. Sizni bolangiz qanaqa, ko'chaga chiqqanda yig'loqmi yoki yuvoshgina uxlab yotadimi?